Mashta ko'rayotganinglarning hammasini nech pulga buyurtma qilganimni aytsam, hozir mazila qochib qoladi. Xo'sh, bizda bu yoqda ikkita mega twister, ikkita katta 05 kola va ikkita kartoshka free. Va mashinalarning hammasining narxi 150 ming emas, 130 ming emas, 110 ming emas, 90 ming emas, 80 ming emas, 60 ming emas. Attiga 50 ming so'mga zakaz qildim, dostavkasi ham tekin. Hozir qanaqa qilib shunaqa buyurtma qilishni o'rgataman. Buning uchun Yandex.Go ilovasini YEDA bo'limiga kiramiz. Bu yoqdan KFC ni topamiz. Bu yoqdan Mega Combodan ikkita tanlaymiz. Ko'rayotganinglarda narxi taxminan 90 ming 95 ming so'mga tushyapti. Uni hech qisi yo'q. Buyurtma berishdan avval pastga tushirganinglarda promokod degan joyi bor. O'sha joyga men ko'rsatayotgan promokodni kiritasizlar. Ko'rayotganinglarda narxi 50 ming 900 so'mga tushdi, dostavkasi ham tekin, uyingizga olib kelib berishadi. Eslatib o'taman, bu promokod faqatgina birinchi 3 ta buyurtmaga ishlaydi. Agar sizda ishlamayotgan bo'lsa, hech qisi yo'q, tanishlaringiz va yaqinlaringizni hali ishlatilmagan telefon orqali buyurtma qilsangiz bo'ladi. Va undan tashqari eng muhimi, meni promokodim orqali 90 ming so'm va undan baland bo'lgan любой buyurtmaga 45 ming so'mlik chegirmaga ega bo'lishingiz mumkin. Meni promokodim orqali. Ushbu videoni hamma fast food yeyish ko'radigan tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar.